Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Kitob aqlning chirig'i. Kitob dunyoning o'ziqi. Biz yaxshi kitoblarni o'qish orqali tabiat, jamiyat va insonlar tafakkur haqida yangi bayqashga, yangi bilimga va yangi tasavvurga erisha olamiz. Darvaqa kitobni yaqin do'st, shundaqla umrlik hamroyi bilgan kishilar munavvar, madaniyatlik va safoliq kishilardir. Biz bugün Medeniyet Dostane programımızın alohida sonida ko'ngliga güzel arzu armonlarni putgan, yaxshilik uchun qalbi so'qqan. Shundaqla pul topganda kutubxona qurish orqali xalqimizning ma'naviy tashviqotini qondirib kelayotgan bir fazilat egisining hikoyasini so'zlab beramiz. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Xotan shahri Insof va izdinish kutubxonasining qurg'uvchisi Tursun To'xti Savur apandim. Şinjan Xalq Bosh nashriyatining kandidat oliy muharriri, tadqiqotchi Muhammad Turdi Mirzahmat. Şinjan Ma'arif nashriyatining kandidat oliy muharriri, tonilgan obzorchi Yalqoro'zi. Bu kitap odatimda qaraganda odatga rasida ko'nidir. Ammo buningki xalqqa millatga keltirgan foydasini aytib ko'p. Tamoq versak ko'paydi ekan degan bo'lib, men tamoq berdim. 2 soatdan ortiq kitob o'qigan odamga berdik. Biz avlodlarningki shu aql farosat buloqlarini aytishda maktab o'qitishini birlashtirish bilan birga yana shu kitob o'qishdan iborat bu foydali yaxshi odatni umumlashtira olsak, ana degan bizdagi aql farosat buloqlarining ko'zi etilib qolmaydi. Tursun To'xti efendim, siz mushu Xotan shahrida, Xotan tavasida Insof va izdinish kutubxonasini qachon qurgandingiz? 1 yil oldi. Unda bo'lsa, mushu siz qurgan kutubxonaning umum ko'lami qanchalik? 350 kvadratmetre. Endi hozirgacha jug'ligan kishilar foydalanib o'qiyotgan kitoblarning soni qanchaga yetadi? Koni kitobningki soni 10 parchaga yetadi. Yangi kitobning asosiyatini mushu yangi nashr qilgan kitobning asosiyatini to'liq qilib bo'ladi. Buningni bir 5000 parchadan oshdi. Qancha yashingizdan boshlab tijorat bilan shug'ullangan? Men shu 24 yoshda boshlabdim tijoratni. Dastlab qayerda tijorat qildingiz? Dastlab biz shu Beijingda yepakchilikni boshladik tijoratni. Hangzhouda yo Beijingda bo'lib 17 yil tijorat qildik. Chet ellarga chiqib tijorat qildingizmi? Turkiya, Fransiya, German, Italiya davlatlarga biz shu mal ishlab berdik aşağıda. Hangzhouda zavodni o'zimiz bo'lgan, shunda yepak mal ishlab shu davlatlarga mal chiqarib berdik. Nima sabab tufaylidan yurtingiz Xotanda mushundaq Insof nomidagi mushta kutubxonani qurishni o'ylashib qoldingiz? Meniki shu bularni shu Fransiyaga chiqqan chaqda Shanxayningki Xansu yo'ldoshlar bilan birga chiqqan. 26 kun turib qoldik. Shu turish jarayonidan nurg'unlagan ishga duch keldik aşağıda. Şu jarayonda aşağıdaki kishilarningki sapasining yo'qligi bizga nihoyatda cho'ng ta'sir qildi. O'xshash bir yaratilmadilar. Biz nima uchun sapoyimiz tuvan bir odam bo'lib qoldilar. Ma odamlar nima uchun bunday sapoli yaratibdilar, bu bunday o'xshash bo'lmay qoldirmiz deganda ham shu ishlik kallamga ta'sir qilib bir necha ish taqashtamdi bizga. Xo'sh. Shu masalan oddiysi yo'lda ketib berib, men ikki Xansu yo'ldosh bilan birga mang'liqdan pastga tushajaqda yashangan hali garib odamdan birga usib yiqildiryaptim men bu odamni. Buningki beshtiki qalbxima yerga tushib ketdi, o'zi oldirmay qo'pab qalbxini qaqirib kishib meni oldimga keldi bu. Kelgandan keyin o'zimni mayt ching tutib endi tayoq yetgan bo'ldi men buni ishadi deb endi. O'zimni shuni tayoq yeyishga hazırlab turdim endi. Tursam shuni bilan bu odam kelib, do'lam bo'lmishlab, men 3-4 gapirdim, men gapini o'qimagan degan, Xansular bordi, uning gapini o'qigan. Nim dedi desam, seni nadi o'zi xalosa, seni xafa bo'lmagan, hech qisi yo'q deb qolib ketdi dedi. Degandan keyin shuning bilan men bu odam meni xafa bo'lmang desa, bu nimada 2 kun kallamdan bu ish ketmadi. Yerdan metroga keldik endi. Metroga kelgandan keyin butun metroning bekatlarida kitob joysi bor ekan. Bu kitap cihazlarını kiygenç adam böyle çoğu olamdı, küçük olamdı, er olamdı, ayar olamdı, hemmesi kitap eplam kitap okuturken. Metroga ketgan, metroga chiqib yana kitobni o'qish bilan
Oyun bolsa oyunda oturup, oyun bolmagan takdirde bir kolda tutup bir kolda kitap okuganını gördüm. Yani yine videodan çiğgendiğim bu kitabın ekis kanca uyuyor da ben. Kendimi marapakayda marasam bu kitabını apıp yine aşı çiğgen bir kettim yine kitap cağısı varken. Da taşlaplarına mesela şu kitabını çaylık tızıp kayıp edipken yani. Şunun kalıp buna insan hemmeden okşaş toğulurken muşunda uğukşulan kitap okugandan keyin an muşundan medeniyet hasıl etken üzümüz bunda savaşsız bilimsiz kalsakman da abi bizim kinkilerge bir az bir kitap okuş prosesini yaratıp bildim. Ben bir kitapxana açayım deb kitapxana açtım. Bununla ben 10 yıl anda muşuna xizmat edip kallamda 10 yıl özüm tayyorlik qildim. Bultodan başlap bu kütüphanını kurupsiz. Onun ki yani bir alayet tarafi siz haksız tamak beriş, haksız çay beriş arkalık nurgun kişilerini kütüphanına kirip kitap okuşqa jalip qilsiz. Bu iş rasmı. Biz bunu açkanda kitapxanadan kitap seti olamaytqanlar kitapni echib içiga qog'oz qistirib qo'yib ketib qoldi. Bu kitapni solsak ichidan qog'oz chiqdi. Bu nima ish bu deb bu mening kallamga ta'sir qilib shu bilan buni surishtirsam bu kitap seti olamaytqanlar kelib ashadib o'tib o'qib kaga yerga qog'oz qistirib qolib yeni tamoq yeb kelib yeni o'qiydi ashaddan boshlab o'qiydi ekan. Endi buningda zodi mishada nurg'un baka vaqt ketgan shunga bir tayyorlik qilsak o'qday deb tursan kutubxonaga kelgan bir odam bana bir talep verdi. Hacı Mişer'e bir turbunun birini ulap koyuşlar dedi. Biz ustab kalsak içip durup okusakmış suna. Turbunun birini ulap verse degendikin bu gap bana katı tesir kılıp. Şu aman şu çay kaynatılgan bir nesne yakılıp çay hazırlap koydum. Onu tayyorlap bo'lgandikin bir hafta o'tgandikin bir adam şu yancı nan sepib ketgan. Bu nanni şu qattiq nanni şu çay bilan yeb o'tirganini ko'rib qarasam bu adamninki yaşı 70'den aşağı adamken. Bu davamlı kıldı bu adam. Uşaqda bir aşxanam vardı. Şu aşxandan bir qaçı polo ekşip bu adamga tamoq yegizdim. Bu adamning tamoq ekşip berganini ko'rib shu kundan tortib bizning kitob o'qiyotgan xaridolarimiz ovib ketdi. Shuning bilan tamoq versak o'qiydi ekan degan bo'lib men tamoq berdim. 2 soatdan ortiq kitob o'qigan odamga berdik. 2 saat kitap o'qib bo'lgandan keyin bir vaqt tamoqni haqsiz bersiz. Endi hozir non bilan çay verdik. Hazır bitirdik. Endi Muhammed Turdi efendim, siz yakında Xotan şehrida ilmiy muhokama yig'iniga borgan vaqtingizda shu yig'in qatnashgan barliq yozuvchi, shoir, tadqiqotchilarning qatorida shu insof kutubxonasini ko'zdan kechiribsiz. Shu vaqtda yig'in ahlining bu kutubxonani ko'rgandan keyingi o'rtaq ta'siroti qanday bo'ldi? Buni ko'rgandan keyin hammalar nihoyatda xushal bo'ldi. Andikin biz bilan birga borgan yozuvchilar, shoirlar shu yerda ko'p hayajonlandi. Ham shu yerda so'zladi o'ziniki. Təsiratlarını şu yerdə sözlədi. Bunda bölüşdüyü səbəb əmdi. Bu kitab adətində qaraganda adətdəki nəsədə könüdür. Amma bununki xalqqa, millətə keltirgan faydasını aytıb köp. O'sha Qarxonlilar davrida o'tgan Nizami Aruzi Samarqandi degan bir kishiningki kitob, Majmuun Navodir degan kitobida bir hikoya bor. Shuningda Xorasonga hukmdor bo'lgan Ahmad ibn Abdullah Al-Hojastani degan odamdan so'raydi ekan. So'rab, siz bir oddiy eshak boqquchi edingiz. Qanday bo'lib Xorasonda cho'ng bir davlatning hukmdori bo'ldingiz deb so'ragan vaqtida bu mana debdi ekan. Men shu Badg'is degan viloyatda bir sahada eshak boqib yuratdim. Keyin meniki qo'limga Hamzalai Badg'isi degan bir shoirning bir kitobi chiqib qoldi. Uningda bir she'ri ko'zim tushib qoldi. Shuningda munda she'r ekan bu. Nesivang yutqich she'r og'zida bo'lsa ağzıdan tatlıv al, kokma belden bol. Ya izzet, ululuk, şanı şevket tap, ya canlı 100 meklik bilen öl diyen şirke. Yani şu muşu şiir bana tesir kıldı. Şunun ki ben bu işeklerini setip edip at aldım. At setip aldım. At setip edip andayken şu çağdaki hükümdar Sepparilarının ki hizmetine kirdim atlık asker olarak. Mertlik, merdanlık, kayserlik ne üzerine adet kıldım. Şu cereyanda benimki bağansı küçüm eşip, inavetim eşip, kol aslında 700 asker oldu, kim komandan oldum. Şundan ahir verip, başında bir Xorasan'daki bir devletki hükümdar oldu. Demek, kitapның adamıga bildiğin rolü, onun bildiğin faydası çeksiz. Başında kitaplarını körgen vaktimizde, kütüphanıga kirgen vaktimizde bizge nayeti köp idevi baylık yığılıdı. Ruhimiz küçüydü. Endi Yalqunqa, şu karxanchi Tursun To'xti Savur efendininki
o'z yenidan pul chiqarib mana shundoq kutubxona ichishi talay kishilarning ro'yini urg'utdi. Demak, mushkil ruhning bugungi kunda qanday real ahamiyati bor deb qaraysiz? Buningki real ahamiyati oldidan jamiyatda kitob o'qish odatini yetildirish jihati ko'rildi. Bir jamiyatda kitob o'qish odatining umumlashishi shu jamiyatning madaniylik darajasidan bishorat beradigan bir ro'shan omil. Biz avlodlarningki o'sha aql farosat buloqlarini ichishda maktab o'qitishiga birlashtirish bilan birga yana o'sha kitob o'qishdan iborat bu foydali yaxshi odatni umumlashtira olsak, anandan bizdagi aql farosat buloqlarining ko'zi itilib qolmaydi. Odatda bir buloqning ko'zi itilib qolsa, qum tiqilib qolsa, chava chaqallar yo'linib qolsa, u suvning sufitimi o'zgarib ketadi, u buloqning ko'rkamligimi xunukleşib ketadi. Xuddi shunga o'xshash biz avlodlardagi, kishilardagi aql farosat buloqlarini bir ko'rkam manbaga aylantirish, bir foydali manbaga aylantirish jihatda kitob o'qishdan iborat mushu odatni umumlashtirishga qat'iy ahamiyat berish kerak. Odatda Xotan tarixdan buyon qo'lyozmalarningki klassik asarlarning ko'pligi bilan mashhur. Abduqodir Jaloliddinninki bir she'rida shamol chiqsa bizning Xotanda qo'lyozmaning hidi keladi deydigan bir go'zal misollar bor. Butun Xotanda shunday qo'lyozmaga to'lgan kishilar kitob o'qishga odatlangan bir kayfiyat bor. Yillarning o'tishi bilan bu odatlarda chekinish yuz berdi. Hozirgi kunda, masalan bugungi kunda insof izlanish kutubxonasining barliq kelganligi, yanada Xotan xalqining o'zining ajdodlarining vujudida yetilgan shu qimmatli ruhni yelinjitib, bugungi reallik uchun foydali manbalarni, foydali usullarni tepib chiqayotganligini ifodalab berdi. Kitob o'qish shuncha zarurmi? Kitob o'qish odatini yetildirish shuncha zarurmi deb ba'zilar buningga sovuqroq savol so'raydigan odamlar bor. Bugungi kunda televizor bor, radio bor, maktab bor, anandan keyin turli telefon, tor, shunday vositalar bor. Shular orqali nurg'un narsalarni o'rganib qolamiz deydi. Lekin kitobning qimmatiga bo'lgan tonish insoniyat jamiyatida hech qachon to'lab qolgani yo'q. Ya'ni taraqqiy qilgan o'zininki kitobchilik ishlarini, kutubxona ishlarini nihoyatda zo'r mablag' solib, ko'ngil bo'lib taraqqiy qildiryapti. Shunga bugungi o'sha insof izlanish kutubxonasiningki barliq kelishi xalqimizga nisbatan bir ro'yini urg'utish, yangi bir uchur, foydali bir yo'lni ko'rsatish jihatda real ahamiyatga ega. Kitob o'qisa, kitobdan bilim olib, o'ng'ishilib qolarmikan? Biz o'tib kelsak, mana avlodlarimiz bir madaniyat safoliq odam bilan yetib chiqarmikan degan bir umid bor endi. Bu shunda kitoblarningki ko'plab bir yerga yig'ilishi bizdagi tarixni bilishimiz, tunigunni bilishimiz uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan material. Bizningki buyuk buvimiz Yusuf Asojibninki Shahona asari Qutot qibiligida shunday bir qimmatli gap bor. Bilimsiz kishi u bir uchun laydir dedi. Endi Tursun To'xta efendim, mening egallashimcha, endi siz shu Shinjongninki joy-joylarga, jut-jutlarga odam avatib, shu imkoniyat va qo'lyozmalarni qimmatbaho setib olib, shu kutubxonangizga jug'labsiz. Qonliq yer Shinjong xalq nashriyatidan nashr qilingan Mantimin To'xtayib avtorligidagi Uyg'ur jamiyatidagi tunji roman bo'lishi mumkin. Sunjong Sanning tarjimali. Shundoq bir kun keladi degan bu romanni nurg'un kishilar o'qigan. Po'lat qandoq cheniqdi debdi Ostrovskiy. Marksning Kapital degan asari. Uyg'urcha xanzuchi lug'atga. Bu lug'at tunji bo'lishi mumkin-da. Burxon Shahidi tuzibdi. Abdurim O'tkirning O'yg'ongan zimin. Demak, shunday qadimiy kitoblardan qancha ming parcha jug'ildinglar? 10 ming parcha. 10 ming parcha. Eng qimmat setib olgan kitobingiz qaysi? Qanchaga setib oldingiz? Eng qimmat setib olganimiz 10 ming so'm bo'ldi. Bu shu qadimiy kitoblarni umumyuzlik Xotanga jug'lashda, kutubxonangizga jug'lashda umum ketgan xarajat qanchalik? Qani kitobga 1 milliondan mablag' ketdi. 1 milliondak mablag' ketdi. Uningki kitobxonangizdagi kitoblar-chi? Uningga bir 3 milliondan mablag' soldik. Endi kutubxonangizda qanchalik odam ishlaydi? 5 odam ishlaydi. Endi Xotandagi munosabatlik madaniyat o'rinlarining, tashviqot o'rinlarining, keng avomning o'sha kutubxonaga bo'lgan bahosi qanday, inkosi qanday? Buningdan shu bayan deb o'tgandek, shu o'qirmanlar bek qo'shilag'liganda. Anlasam endi nechadan kallanglar ilishib qolibdi, sizlarga nima qilganinglar, u yerda ular ishni qilib, pul topsanglar bo'ldi. Ha degan, mana menda qiliq so'roq ma'mul qilgan bo'ldi. O bu deb meni jiq to'sqanli bo'ldi. Biz shunda ketaversak, biz shunda bilimsiz, safasiz o'tdik. Biz mishada oddiysa Xotanda elvaysak endi boshqa yana demasak menda. Balaning otig'i bo'lgan, urug' tuqqanlarning videosi bo'lgan, qo'lin qo'shniga bo'lgan,
Hatto yo'lda mangan, mashina haydagan, butun mashina haydagan shoferligim da qattiq ijinat bilan bu ishlamdi. Desak gap chiqadi buni nurg'un gaplandi bu. Bu sukunatda shunchalik bir vaqtni manda bildiğiniz kadar nurgun adam üretken işlerini kalkıp çıkartmaz hem de. Muşuma bir insanın ki medine sapası takılıp bunu işleyken hem de. Biz onu şöyle yapılamayız. Kitap okusa kitaptan bilim alıp bir onşulup kalan ki biz ütep gelsek ben de Allah'larımız bir medine sapalı bir adam bulup çıkaran ki diye bir ümit var hem de. Bundan başka ne yok. Özünüz bir kitap okumuşsunuz. Ben kitap okuyamaydım hem de. Kitap okupası anlaysınız. Mehmet Turdemir Zahmet efendim. Hem de sizningcha muşunda bir karxancha, qadimgi asarlarga mushtaq ishtiyoq bog'lab uni to'plashi, keng o'qirmanlar uchun mushtaq xizmat qilishi bizning qadimgi asarlar tadqiqotimizda bir foydali vaziyat yaratamdi qanday? Bugundan ilgirkisi hammasi qadimgi asar. Mushunda kitoblarningki ko'plab bir yerga yig'ilishi bizniki tarixni bilishimiz, tunugunni bilishimiz uchun kam bo'lsa bo'lmaydigan material. Ben bu Hacı'nın kütüphanesi gördüm. Bu kütüphanenin içinde Çağatay'da izliki kullanılan devirlerdeki eserler varken, 20. asırın başlarında neşr kılınan kitaplar varken, Seyit İspakı devrinde neşr kılınan kitaplar, 30. yıllarda, 20. yıllarda, 30. yıllarda neşr kılınan, 40. yıllarda neşr kılınan kitaplardan tizip yaptı. Andikin azatlıktan keyin ki 50. yıllar, 60. yıllarda neşr kılınan, Uyghur yeni yazıkıda, Latin yazıkıdaki kitaplarımı varken, 80. yıllardaki kitaplar varken, 90. yıllardaki kitaplarımı varken, tünügününü biliş, ötmüşünü bilişken yaxşı kolaylık yaratılgan. Bu bir. Yeni birisi, muşunda bu oyun boğallığı için, yani halkın kuluda buzulup geçiş aldı turvatkan kol yazmalar, kadınka eserler, muşunda yerlerge kilidi. Devamlık yığılıdı, bu yerdeki kitap zapısı bağlansı küpüydü. Tatbikatta, materyal izdeşte, bunlar çoğun bir Ocakka, çoğun bir hazineye ayrıldı. Hem de Yalqınka, Tursun Toqta efendimninki 4 milyon sarf qilib, kütüphane içişi, etrafımızdaki kişilerge nispeten aytganda kişilik sapa yetildirishte qandaq muhim ahamiyatga ega deb qaraysiz? Kişilik sapa qandaqdı, qolaymiqan tükemeslik, kesken meseleleri, bolmağır sözlerini işletmeslik, kişilik muamilde sılıq buluş degende onunla çeklenmedi. Elbette bu mu bir adamın yaxşı terbiye kögelliginin ifadesi. Ama biz ko'zlayotgan kişilik sapanınki negizi nima deganda mustaqil tafakkur qila oladigan bir odamga aylanish. Bizningki buyuk buvimiz Yusuf Qasajibninki Shahona asari Qutat qibiligida shunday bir qimmatli gap bor. Bilimsiz kishi u bir uchum laydir deydi. U bir uchum lay degan kulolchining quloqiga chiqib qolsa, kulolchi uningdan ko'zi yasamdi, piyola yasamdi, cho'mich yasamdi, xohlagan narsani yasaydi. Demek mustaqil fikir qilish iqtidori yo'q odam xalqning qo'lidagi foydalanish quroliga aylanib ketadi degan gap. Bilim va qobiliyat yetildirishning eng unumli yo'llari shu tarbiyalanish kitob orqali bo'lganligi aniq. Tarixchilarningki eng umumlashgan odatlarining biri uyda cho'qim kutubxonasi bo'lish. Bizningki Uyg'ur jamiyatida o'qimishli oilalarda birdan kutubxona bo'lish shu aqlli ish. Uyingizda kutubxona bo'lsa, bolalaringiz kitob yediga to'lgan muhit cho'ng bo'ldi. Kitap yediği tolgan, muhiti çoğun boğan ballarınki üst bitilişi elbette şu kitapның təsiri uçurmay qılmaydı. Biz bugünkü günde ballarımızdaki türlük turmuşdaki güzel adetlerini yetildiriş cihetdə kitap qıtayınışla birge onun məneviyetini kurup çıkış cihetdə mi şu kitap qıtayanmışsa olmaydı. Kitap qıtayanğa vaxtımızda anan degen onun fikri kuvvetli buludu. Göz qarışı roşan buludu. Qimmat ölçemleri to'g'ri ham kuchli bo'ladi. Hozir nurg'un ko'chalarda kitobxonalar ochildi. Ba'zi ko'chalarda hatto 2 dan 3 dan kitobxonalar ochildi. Demak, mushlarning hammasi hozir bizning xalqimizning kitob o'qishga ahamiyat berayotganligini, kitob o'qish odatining ilgirgi yillarga boqqanda umumlashayotganligini bildirdi. Ham bu bugungi davrning talabiga yetamdi deganda, mayli kitoblarning sifat soni bo'lsin, mayli kishilarning kitob o'qish jihatdagi odatlanish darajasi bo'lsin, bugungi davrning bizga qo'yayotgan talabidan yanada jiroq. Ama biz bugungi kunda o'zimizningki kishilik sapasini jamiyatning davrining bizga qo'yayotgan talabiga yetkazish uchun kitob o'qish odatimizni yanada kuchaytirishimiz, kitobxonalarni yanada ko'paytirishimiz ham eng muhimi kishilar qo'l ilkida bor, saxovat qilishni xohlaydigan, jamiyat uchun tuhfa qo'shishni xohlaydigan kishilar kutubxona ochishdak, kitap nashr qildirib qo'yishdak, mushundaq yo'llar orqali avlodlarimizningki xalqimizning tarbiyalanishiga foydali sharoit imkoniyatlarni tug'dirish kerak. Men bir odam bilan bu ish tugimasa,
başka vilayet oldumı, başka nailde olamdı, başka gümüşherde olamdı. Muşunu başka şahsilememdi. Rivacılandırıp kengaysa başka yerge. Qadimgi kitoblarni yig'ayotganlar bizlar emas, chet elliklarni aytib yig'ayotdi. Bunday ahvolda bizni bu o'zimizning ichidagi qo'lyozmalarni, qadimgi asarlarimizni yig'ib tadqiq qilmasak, kelgusi avlodlarga yuklamaymiz. Odatda kishilarningki pul tepishi, uning aql parastini namoyon qilgan bir ko'rsatkich bo'lsa, pulni ishiltishi uningki oliyjanobligini yoki chakinligini ko'rsatadigan yana bir ko'rsatkich. Endi Tursun To'xta efendim, siz qurgan insof va izlanish kutubxonasi 1 yillik musofini besib o'tibdi. Ya'ni bundan keyin mushu kutubxonaning sifatini texnik yaxshilash, uni kengaytirish, uni texnik ko'lamlashtirish haqida bir planlaringiz borda hiqchat. Bizningki asosiy planimiz mushuni bo'lsa, xotinning qarshi noilaga birdan etish planimiz bor. Kuch quvvatimiz yetsa, biz buni qilay deb tirishyapmiz. Endi buning bir ümidim mushuningda endi anglaganlar, ko'rganlar bo'lsa, mangani qalab turmay, men bir odam bilan bu ish tugimasa, boshqa viloyat oldimi, boshqa nailda olamdi, boshqa gumsharda olamdi. Mushu boshqa shaxsiylamamdi. Rivojlantirib, kengaysa boshqa yerga. Ümidim bor. Endi Mehmet Turdi efendim, mushu insof kutubxonasi bundan keyin boshqarishni texnik yaxshilab, mulozimat sifatini texnik yaxshilashda yana to'liqlashga tegishli qanday nuqtalar bor ekan? Bu haqdagi fikrlaringizni anglab o'tsak. Kutubxonani ko'rish jarayonida davrlar bo'yicha, mazmun tartibi bo'yicha, davr tartibi bo'yicha turlarga ayirish, andagi kitoblarga nomer qo'yish, mushu ishlarda yana bir qadam cho'nqilab ishlash kerak deb qaradim. Kutubxona qoidasi bo'yicha turga ayrilishi qilingan. Dastlabki qadamda kitoblarni yig'ib akilib tizib qo'yish mushahalda turibdi. Yana birisi shu yana davomli jamiyatdagi kishilarning qo'lidagi kitoblarni yig'ish kerak deb qarayman. Bu qadimgi kitoblarni yig'ish ishini davlatimizmi qutqizish ishiga ko'p ko'ngil bo'lyapti. Ammo davlatlar qutqizish bilan bu ish bitmaydi. Xalq o'zi qutqizish kerak. Qadimgi kitoblarni yig'ayotganlar bizlar emas, chet elliklarni aytib yig'ayotdi. Bunday ahvolda bizni bu o'zimizning ichidagi qo'lyozmalarni, qadimgi asarlarimizni yig'ib tadqiq qilmasak, kelgusi avlodlarga yuklamaymiz. Shunga bu jihatda yana davomli tirishish kerak. Andiki shu chishib ketgan varaqlar, masalan, bizning xalqimizning kitoblarni aytib bak qadrlaydigan odat bor. Yagi daslibdi oyg'asida qolsa deb, shu parsa bo'lib ketgan kitoblarni go'stonlikqa olib dafn qilib o'tadigan ishlar bor. Xotanda hozir qadar bor shu ishlar. Mushunda narsalarga e'lon chiqarib, mushunda chekishib ketgan ko'ni varaqchilar bo'lsa-mu, biz yig'imni sotib olamiz deb buni e'lon qilish kerak. Shu qog'oz parchalarining ichidanmi bizniki qimmatli madaniy meroslarimiz chiqadi. Yalqinka, bu shu korxonchi Tursun To'xta Savur efendiningki pul topganda topgan pullarini kutubxona qurishdek shu foydali ishga sarf qilganligi jamiyatdagi puldor kishilarga qanday bir ta'xirsiz savol va g'idirlanish fursati olib keldi. Odatda bir jamiyatda xilma-xil qatlam bo'ldi. Har qanday qatlamda kishilarningki cho'qim burchi bo'lmay mumkin emas. Har qandayninki jamiyatga qo'shiladigan bir burch bo'ladi. Bugungi kunda biz boylarning burchi masalasida bir savol qo'yishga yoki o'ylanishga duch kelyapmiz. Odatda kishilarningki pul tepishi, uning aql parastini namoyon qilgan bir ko'rsatkich bo'lsa, pulni ishiltishi uningki oliyjanobligini yoki chakinligini ko'rsatadigan yana bir ko'rsatkich. Boylik degan nimadan darak berdi deganda bayashotlikdan darak berdi. Ammo bayashotlik nodon holatdagi bayashotlikmi yoki madaniy holatdagi bayashotlikmi? Bizning muqaddas kitoblarimizda shunday deyildi ekan, bir qavmningki ichida agar u qavm jazolanmoqchi bo'lsa, uningki olimlari batniyat boylari piqsiq yaratilgan bo'ldi deb. Endi biz o'zimizning boylariningki jamiyatga to'hfa qo'shish ro'yi yo'q. Faqat pul topishdan iborat shunday birla intilishi bor. Ammo pulni ishlatishdan iborat, to'g'ri yo'lga ishlatishdan iborat, burchini jamiyat oldida to'liq ado qilishdan iborat mandaq bir xil yuksak safosi bo'lmasa, biz boylarimizga nisbatan savol qo'yishga to'g'ri keldi. Shunga boylar o'ziga savol qo'yish kerak. Haqiqiy namratlik nima deganda o'ziningki boylik orqali bayashat bir oila qurganda qilgan bilan amaliyotda oilasida oila kutubxonasini shakllantirmagan bo'lsa, u boy emas, u namrat.
u haqiqiy nomrodlikning jadini tortayotgan bo'ldi. U ammo o'zining nomrodligini ham nodon holatda yashayotganligini bilmagan bo'ldi. Tarixda o'tgan boylarni o'ylab boqsaqmi, bizga ko'p ochiq saboqlar bor. Masalan, G'o'ljida o'tgan Akuka Musaboyevlar zavod qurgan ayni vaqtda, maktab ochgan, yangi madaniyatni umumlashtirish jihatda to'p qo'shgan, chet ellarga e'lon berib, kimlar o'qisa, o'qishni xohlasa biz haqqini biz beramiz deb shu vaqtda jamiyatga e'lon chiqarib turib chet ellarga o'quvchi chiqargan. Ular tarbiyalagan bolalar Uyg'urlarning tunji avlod ziyolisi bo'lib jamiyatda rol o'ynadi. Bularningki pulni tepish jarayonida namoyon qilgan aql parosti bilan pulni ishiltish jarayonida ifodalagan oliyjanobligi biz uchun bir ulgu. Bundan 100 yillar ilgari Uyg'ur jamiyatida boylar qatlami ozmitda yoki shu Akuka Musaboyevlardan iborat ikkala boy bormidi degan unda emas. Yanada Xotandan tortib G'o'lchaklargacha nihoyat nurg'un boylar bor. Shu anliqi bizda qanday ong bo'lish kerak deganda yaxshilikni qo'g'lishib yurib qiladigan, jamiyat uchun to'fiq qo'shishni muqaddas burch biladigan, bir tarafdan pul tepish, bir tarafdan uni oliyjanoblik bilan ishlatishninki yo'lini bir xil ajralmas munosabatga ega deb qaraydigan ongliq sifatli boylar qo'shinining bo'lishini orzu qilamiz. Men o'z vaqtida Xotanga, Tursun To'xtajimninki shu hozirgi insof izlanish kitobxonasi bo'layotgan shu so'rinni loyilab berish uchun Xotanga berib, shu yerga shu 2 yil jarayonida shu bino bitdi. Shu Gulbog' Sud saroyi deb bishaga silindi. Bu Xotan shahridagi eng oltin yer. Shu chaq bu Xotandagi eng bir yaxshi yer. Shunda bir cho'ng yerni siz 400 kvadrat metr yer, ya'ni bir kitobxona qilaman deb qilmay kalon o'tmabdi. O'zim bir xil bo'lib qolgan, bek yaxshi boshlanish bo'libdi. Chunki men jiq baylar bilan shu bino to'g'riliq paranjib qilma, shularni jiqilmasini qildik. Lekin meningdek bir oldiga chiqib mashal bo'lib mangan, oldida bir boshlamchi, bu bir baylarimizga apirim bo'lsin. Yuqorida Tursun To'xtajimninki tijoratlar to'g'riliq to'xtalib o'tilgandek, Tursun To'xtajimninki qilgan tijoratlari agar mushu amgik bilan bo'lmasa, balkim nurg'un yillardan keyin eslanmasligi ham bu to'g'riliq izlanilmasligi mumkin edi. Bizningki mana shu Tursun To'xtajim ochgan tunji qatimliq shu bir insof va izlanish kutubxonasiningki boshlanmasi balkim bizningki tariximizda yana nurg'unlagan kutubxonalarning borliqqa kelishiga sabab bo'lishi mumkin. Balkim Tursun To'xtajim sağan shu bino bundan necha yillardan keyin o'rlib ketgandan keyin Tursun To'xtajimlar sağan bino tema deydigan bir gap bo'lmasligi mumkin. Amma shu binoning o'ziga borliqqa kelgan Tursun To'xtajimninki boshlamchiligidagi insof va izlanishdan iborat shu kutubxonaninki borliqqa kelganligi Uyg'ur jamiyatiga qo'yilgan keng doiralik tunji qadam, shundaqla bundan keyingi hayotimizdagi shuningdek nurg'unlagan kutubxonalarning borliqqa kelishiga asosli sabab bo'lib qolishi mumkin. Sağlam cemiyet a'zolari ve münevver millet kişileri kitapni qadrlaydi, kitapni söydü ve yaxshi ko'rdi. Yaxshi kitap açqanda huzurlandırıp, yapqanda o'ylandira oladigan kitaptır. Men oxirida insof kutubxonasining madaniyat ishlarimizga, jumladan kishilik sapoyimizni yuqori ko'tarishga tegishlik hassa qo'shishiga chin qalbimdan tilakdoshman. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.